Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Biz İmam Buxari rahmahullah'ның Adab axloq haqidagi Al-Adabul Mufrad namlıq hadis kitabını ders qılıvatqan. Bugun yana shu darslarimizning davomini davomlashtiramiz. İmam Buxari rahmahullah bola tushib ketgan va kichikligida bola tugab ketgan mazmundagi hadislarni bayon qilib o'tib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Alloh yo'lida pul mol chiqim qilgan kishining ajri, ya'ni Alloh yo'lida pul mol taqdim qilgan kishiningki taqdim qilgan pul molilar haqiqiy mali hisoblanganligi haqidagi bir hadisni keltirib qo'ygan. Bu hadisning ilgari hadislar bilan va undan keyingi hadislar bilan bo'lgan munosabati nima deganda, inson uchun haqiqiy asqatadigan pul mol dunyo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgandek, Allah üçün, insan Allah üçün təqdim qılğan, Allah üçün xərcləyən pul milidir. Yəni Allah'ın bankası qoyub etgan pul milidir. Şundaqdək insanın farzəndi, yəni yürək barısı bolğan, pul milidən qimmatli bolğan farzəndi tügəb ketsə, kiçikligi tügəb ketsə, ata-anasından burun ketsə, bu insanın haqiqiy farzəndi buludu deganni ishora qilmoqchi bo'lsa kerak. Çünki insandan keyin qolgan farzandlar qandaq bir holatda Allohga uchrashidi, qandaq bir holatda uning hayoti yakunlandi, u noma'lum. Kichikligi tugab ketgan, vafot ketgan bolalar begunoh oq qog'ozdek Allohning huzuriga boradi va mu'min, muttaqi mu'minlarning farzandlari jannatga kiradi inshaalloh. Shuning uchun mush sababdan Imam Buxoriy rahmahulloh şu hadisni bu hadislarning qatoriga kirgizgan. 154 hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq dedi. Ya'ni sahobalarga, sizlar ichinglarda raqib, ya'ni bals yo'q, bals tugab ketgan kishini qandaq kishini raqib deysizlar deganda sahobalar aytishdiki, raqib degan allazi la yuladu lahu. Bals tug'ilmaydigan, bals yo'q kishidir dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yo'q, raqib degan o'zining farzandlaridan hech bir farzandini taqdim qilmagan kishidir. Ya'ni bu hadisni ikki xil tushunishga bo'ladi. Birsi bolasi gudakligida tugab ketmagan, ya'ni ota-onasidan burun Allohning huzuriga ketmagan. O'zidan burun bolalarini maqdurmagan Allohning huzuriga. Yana birsi farzandlari tugab ketmagan bo'lsa-mu, farzandlarini Alloh uchun taqdim qilmagan, Alloh yo'lida taqdim qilmagan. Yani Allah'ın dinini öğünüş ve öğütüş, din üçün xizmat qilish ishlariga atamagan yoki Allah yo'lida jihad qilib Allah'ın kalimasini ustun qilish uchun jihadga atamagan. Yani bundaq kishilarni farzandi bo'lsa-mu, farzandi yo'q kishi qatori sanaymiz demakchi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Vallohu a'lam. 155 hadis payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shundoq deganki, mata'uduna fikumus sur'ata. Yani sizlar ichinglarda qandaq narsani palvonlik deb hisoblaysizlar. Sahabeler aytishdiki radhiyallohu anhum. U degan erkaklar yiqitanmaydigan kishidir. Sahabeler shunday deyishdi. Shuning bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yo'q. Palvonlik degan g'azablangan vaqtida, achchiq kelib ketgan vaqtida o'zini tutib olaydigan bu shunday kishini biz palvon deb hisoblaymiz, palvon deymiz. Bu kitobning 2-chi qismi boshlandi hamda al-juz-us-sani yangi bob Babu husnul malikati. Qul astidagi qullarga yaxshi muomala qilishning bobi. 156 hadis. Haddasana Ali ibn Abi Talib sallallahu alayhi. Ali ibn Abi Talib bizga hadis so'zlab berdi deydi. Salavatullahi alayhi degan Imam Buxoriyning gapi emas bu. Imam Buxoriyning bu hadis kitobini ko'chirguchilar ko'chirish jarayonida salavatullohi alayhi deb qaytib qo'ygan. Çünkü sahabelarning hammasi umumiylik radhiyallohu anhum deymiz. Alloh ulardan rozi bo'lsin deymiz. Salavatullohi alayhi deb shialar shundoq deydi. Shialarningki gapidan kirib qolgan bo'lishi mumkin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, anna nabiyya sallallohu alayhi vasallam lamma saqula qala. Eg'ilishib qolganda mundaq dedi. Ya Aliyu, itni bi tabqin aktubu fihi ma la tadillu ummati. Ey Ali, menga xat yozadigan taxtayni yoki kitobni yoki varaqni akagin. Anu qog'ozga ummatim ezib ketmaydigan shundoq bir narsani yozib birman. Fa khashitu ay yasbiqani. Yani Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu debdi.
Peygamber sallallohu alayhi vasallam mendan o'tib ketishdan ansirab qoldim. Ya'ni men shu daftarni yoki qog'ozni xat yozilgan narsani akab qo'yg'ich Peygamber sallallohu alayhi vasallam o'lib ketamu deb mushta ansirab qoldim. Va dedim deydi. Men bu sahifaning ichidagi narsadan bakroq yodlayalayman. Ya'ni u kitobni akab qo'yg'ichilar men deb pasla u gapni men yodlab olay. Debdi-da Peygamber sallallohu alayhi vasallamning beshi bayna zira'i va adudi meningki qo'limda, bilikimda edi. Yani Ali radıyallahu anh shunda deydi, yusi bis salati va zakati va ma malakat aymanukum. Peygamber sallallohu alayhi vasallam namozga va zakatga vasiyat qiladi. Vasiyat qildi va ma malakat aymanukum qul aslanlardagilarga, ya'ni qullarga yaxshi muomala qilinglar deb vasiyat qildi. Va qala kazalika hatta fadat nafsuhu. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam shundoq dedi, hatto jini chiqdi, ya'ni vafot bo'lib ketdi. Va Peygamber sallallohu alayhi vasallam alini la ilaha illalloh Muhammad abduhu va rasuluhu deb shundoq guvohlik berishga buyurdi. Kimki shundoq guvohlik bersa, ya'ni ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb guvohlik bersa, hurrima alannar do'zaxga harom qilindi, do'zax kirmaydi. Bu bir isnodi da'ifroq hadis ekan. Ammo Peygamber sallallohu alayhi vasallamning vafot bo'lish oldida namozga, zakatga bakroq ta'kidlab vasiyat qilganligi, ayollarga yaxshilik qilish va qullarga yaxshilik qilish haqida vasiyat qilganligi o'lib ketishidan avval o'lim to'shigida yotganda boshqa sahih hadislarda kelgan. Shundaqla yana boshqa sahih hadis Peygamber sallallohu alayhi vasallam kimki shu shahadatni eshitsa do'zaxga harom qilindi, ya'ni do'zaxda mangu qolmaydi. Bu hadislar boshqa sahih hadislarda kelgan. Endi bu yerdagi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning Ali radhiyallohu anhuning quchqida vafot bo'lib ketgani boshqa sahih hadisda keyin Buxoriyda kelgan. Peygamber sallallohu alayhi vasallamning Oysha radhiyallohu anhuning quchqida ko'ksida jon o'zganligiga zid kelib qoldi. Dalillar shunday zid kelib qolgan vaqtida yoki jug'laymiz yoki kuchlantiramiz. Qanday jug'laymiz deganda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lishdan ilgari bir qancha qatim hushidan ketgan, hushidan ketib hushiga kelib qilgan ahvollar yuz berganligi rivoyat qilindi. Shuning uchun Ali radhiyallohu anhu mushu suhbat Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bilan mushu suhbat yuz berganda Peygamberimiz mush so'zlarni deb bo'lgandan keyin hushidan ketgan bo'lsa, Ali radhiyallohu anhu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning vafot bo'lib ketdi deb o'ylab qolgan bo'lishi va sirtqa chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan Peygamber sallallohu alayhi vasallam hushidan kelib, ya'ni hushiga kelib Oysha radhiyallohu anhoningki quchqida vafot bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki Ali radhiyallohu anhu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning kuyovli bo'lg'achqa kirib chiqa oladi. O'zining otasida, ya'ni qaynotasi. Hamda qanday kuchlantiramiz deganda Sahih Buxoriydagi sahih hadis bu isnodi da'if hadis ekan. Shuning uchun Sahih Buxoriydagi hadis kuchli bo'lganligi uchun Oysha radhiyallohu anhaning quchqida vafot bo'lgan Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Şiələ Ayşə radhiyallohu anhani zinaxor deb hətta nəzbillah müştə tillaydı yaman gördü şunun üçün Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləmninki Ayşə radhiyallohu anhanın quchqida vafot bo'lishdan iborat bu fazilatni Ayşə radhiyallohu anha inkor qilib Ali radhiyallohu anhuni yaxshi ko'rganligi uchun Ali radhiyallohu anhuning quchqida bilikida vafot bo'lgan deb mushtaq rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Chunki bu hadisdan bishtillam Şiə biroq kelib chiqadi. Ya'ni bu ikki hadisni shundoq jo'laymiz yoki shundoq kuchlantiramiz. Subhanak Allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.